Tibbiyot fanlari kandidati Murod Ali 8 oydan beri o'lim to'shagida ana ketdi, mana ketdi bo'lib yotar. Shaharning manman degan tib arboblari uning chiqay deb turgan jonini ming chora va tadbir bilan halqumida zo'rg'a tutib turishar edi. Bemor cho'kkan ko'zlarini xiyol ochib, kechki shavaqdan qizargan deraza pardasiga qaradi. Uning yolqinida qora ko'lankaday bo'lib turgan singlisi Marg'ubani ko'rib, zaif, juda ham zaif tovush chiqardi. Marg'uba yugurib keldi. Engashib quloqni uning og'ziga tutdi. Murod Ali boyagi zaif tovushga bor quvvatini sarf qilgan bo'lsa kerak, ko'zlarini yumdi. Bir necha daqiqa kuch yiqqandan keyin shu gapni necha bo'lib aytdi. Odam ko'p kelayotganga o'xshaydi. Tugab boryapmanmi? Marg'uba bemor kutgandek, yo'q, undoq emas, aksincha falon alomatlar tuzalib borayotganingni ko'rsatadi, deyish o'rniga yig'lab yubordi. Murod Ali ko'zlarini kattaroq ochdi. Boyagidan ko'ra bardamroq, lekin yig'lamsiragan tovush bilan dedi: "Marg'uba, menga halitdan azo ochma. Ko'z yoshi men o'lgandan keyin ham kerak bo'ladi." Yotoqning qorong'u burchagida divanda o'tirgan Anvar ammasiga zarda qilib irg'ib o'rnidan turdi. Tovush chiqarmay kuyunib yig'ladi-yu, oyoq uchida zalga otildi. Uning g'am koyishdan zaif bo'lib qolgan vujudi titrar. Endi sabzi urgan soqol mo'ylovi oppoq yuzida qurumga o'xshab ko'rinar edi. Xayol o'tmay Marg'uba yotoqdan chiqib, zalning chirog'ini yoqdi va deraza ostidan odam yurgizmaslikni tayinlash uchun qarindoshlar, yordo'stlar, Anvarning o'rtoqlari, talabalar o'tirgan mehmonxonaga tomon ketayotganda Anvar uning bilagidan siltab to'xtatdi va g'ijinib shivirladi: "Amma, farosat degan narsa bormi? Dadamning oldida muncha yig'laysiz." Anvar hech qachon bunaqa muomala qilmagani, bu taqlidda gapirmagani uchun Marg'uba birpas hang-mang bo'lib qoldi-yu, esini o'nglab olganidan keyin yana yig'ladi. "Dadangga mendan boshqa kuyadigan odam yo'q." "Yolg'on. Kechagina birovga bayram ichib o'lib qolsa, o'ligini qanday saqlayman deganingizni o'z qulog'im bilan eshitdim-ku. Kuygan odamning ko'ngliga shunaqa gap keladimi? Kuygan odam shunaqa gaplarni gapiradimi?" Marg'uba kuyunib nimadir demoqchi bo'lganida Anvar burilib dahlizga, undan hovliga chiqib ketdi. Hovliga shom qorong'usi tushgan. Gulzor atrofida bir necha erkak ayol bitta qadam tashlab jimgina kezar edi. Eshik ochilganda bir qarab qo'yishdi-yu, Anvar hech kimga e'tibor qilmadi. Anvar borib chinor ostidagi so'riga o'tirdi. Ich-ichidan xuruj qilib kelayotgan yig'ini jonining boricha bosishga harakat qildi. Yig'i uning tomog'ida pixillagan tovushga, ko'zdan tirqirab chiqqan yoshga aylandi. Uning nazarida dadasining hayoti bir vaqtlar selday shovullab oqar edi. 8 oydirki, bu oqim borgan sayin susayib, jildirab qoldi. Bu kunlarda esa tobora siyraklashayotgan tomchiga aylandi. Kim biladi, oxirgi tomchi qachon tik etib tomadi-yu, Anvarning yuragi shig' etib ketdi. Nahot quyosh so'nib hayot uning uchun zulmatga aylansa, dadasi porlab hayot yo'lini avvalidan oxirigacha yoritib turganda, tentirab qadam bosar edi-yu, hayot zulmatga aylanganda holini kechadi. Bu zulmatda unga kim qo'l cho'zadi? Anvarning ko'z oldiga ammasidan boshqa hech kim kelmadi. Qavm qarindoshlar, yor do'stlar keladi, ko'ngil so'raydi, achinadi, yig'laydi, lekin ertami kechmi baribir uyga ketadi. Qoladigan, yelib yuguradigan, haqiqatdan birdan bir kuyadigan odam shu ammasi-ku. Anvar ammasiga qattiq tekkaniga pushaymon bo'ldi va uning befarosatligiga ham vaj topdi. Oilaviy hayoti chayon bo'lib, hamma asabini birma-bir chaqqan ayolda. Buning nimasidan o'pkalaydi kishi? Eshik ustidagi yorug' chiroq yondi. Uning atrofida kattagon bir parvona aylanib qoldi. Xayol o'tmay, Marg'ubaning eri Javlon tepakal, qip-qizil boshni eshikdan chiqarib, Anvarni imladi. Anvar yugurib bordi. Vino va chirik tamakidan qilib turgan Javlonning yonida o'tib zalga, undan yotoqqa kirdi. Doktor dadasining bilak tomiriga ukol qilmoqda. Ikki hamshiraning biri divanda bir qo'liga tayanib, boshini quyi solib o'tirgan ammasiga dori iskatmoqda edi. Doktor chiqib ketgandan keyin Murod Ali holsiz ko'z ishorasi bilan Anvarni chaqirdi va eshitilar-eshitilmas ammangga qara dedi. Anvar borib ammasining yoniga o'tirdi-da hol so'radi. Bu avvalo dadasining xohishi bo'lsa, undan keyin boyaga qilgan dag'alligi uchun uzr so'ragan edi. Qarindoshlaridan ketadigani ketdi, qoladigani qoldi. Tun osoyishta o'tdi. Bemor faqat 2 marta uyg'onibdi. O'shanda ham zaif tovush chiqaribdi-yu, Marg'ubaning so'rog'iga javob bermay yana uyquga ketibdi. Ertalab yana qarindoshlar, yor oshnalar kelishdi. Bemor kech uyg'ondi. Uning yuziga xiyol qizillik yugurgan, ko'zlari katta, lekin sokin edi. Marg'uba buni xayriyatlik alomati deb qarindoshlardan suyunchi oldi. Qarindoshlar kirib bemorni ko'rmoqchi bo'lishdi, lekin doktor faqat 3 kishiga ruxsat berdi. Kirib chiqqan qarindoshlardan bukri bir kampir ko'zga yosh olib, "Bechora chehra ochyapti", dedi.
Pastlatilgan chiroq uzoq lipillagandan keyin butkul so'nish oldidan bir lopillab yog'du sochgan singari tugab qolgan kasal ham abadiy ko'z yumish oldidan shunaqa quvvat paydo qilib chehra ochar ekan. Haqiqatdan, kechga tomon Murod Alining ahvoli og'irlashdi. Kechasi singlisini chaqirib, darmonim borida aytadigan gapimni aytib qo'yay debdi. Marg'uba bu gapni eri Javlonga aytdi. Ikkovi kengashi vasiyatnoma yozdirgan notariusdan odam chaqiradigan bo'ldi. Ertasiga ertalab Javlon borib notariusdan eski papka ko'targan jikkagina bir cholni boshlab keldi. Marg'uba uni bemorning oldiga olib kirdi va eshikni qulflab oldi. Murod Ali vasiyatnomaga qo'l qo'ygandan keyin holdan ketganicha qaytib o'ziga kelmadi. Saharga yaqin olamdan o'tdi. Anvar karaxt bo'lib qoldi. Uning nazarida dadasi jon bergan daqiqada allanima favqulodda bir narsa, dahshatli bir narsa ro'y berishi kerak edi. Biroq hech narsa bo'lmadi. Lekin nimaga ko'zi tushsa, nazariga yot begona ko'rinar. Qayerga bosh tiqsa hamma yoq uylar, hovli deb o'ylaydigan uyi yeb qo'yayotganday bo'lar edi. Anvar bilan hech kimning ishi bo'lmay qoldi. U vaqt o'tganini, qayerda turganini, yo o'tirganini, nima qilganini, yo nima qilayotganini idrok etmas. Quloqiga sidirg'i g'ovur, ahyonda Marg'ubaning chinqirig'i, motam kuyi, yana g'ovur, yig'i eshitilar. Ko'ziga birday chinor izdihom ko'rinar edi. Qayerdadir g'ovur yig'i to'satdan bosildi. Marg'ubaning dod faryodi eshitildi. Kimdir dadang bilan vidolash dedi. Anvarning ko'ziga tobutda yotgan dadasi ko'rindi. Engashmoqchi bo'lganida ko'zi tinib boshi aylandi-yu, tobutning ustiga yiqilib tushdi. G'ovur yig'i sig'i ko'tarildi. Uning yon-verida tib xodimlari, o'rtoqlari turishgan edi. Darrov chetga olib chiqib baland qabrtoshning soyasiga o'tirg'izishdi. Biri dori iskatib yelpidi, kimdir galstukni yechib yoqasini ochib yubordi. Anvar birozdan keyin ko'zini ochdi, boshini ko'tardi. Uning qarshisida terga pishib ketgan Javlon qip-qizil tepagal boshini ro'molchasi bilan tez-tez artib yelpinar. Yonida cho'nqayib o'tirgan o'rta yoshlar bir xotin stakanda suv uzatib turar edi. "Ich, jigarim, ich", dedi xotin va stakanni uning qo'liga berib peshonasini siladi. Xotinning tepasida turgan qop-qora sochi va mo'ylovi oppoq, barvasta kishi engashib Anvarning yelkasiga qoqdi. "Mard bo'l o'g'lim, mard bo'l." Anvar suvni olib 2-3 ho'pladi. Kimdir uning yelkasidan osha shishadan suv quyib stakanni to'ldirdi. Anvar orqasiga qarab bir qo'lida galstuk, bir qo'lida shisha tutib turgan nozikkina qizni ko'rdi. Uning qovoqlari yig'idan shishgan, qizargan edi. "Mard bo'ling Anvarjon", dedi qiz ham. Picha turib ilova qildi. "Dadangiz dunyoga kelib nuqul odam orttirgan ekanlar. Qarang, butun shahar, yosh-u qari, hamma shu yerda." Bu so'zlar Anvarning huvullab qolgan qop-qorong'i qalbiga go'yo uchqun sochib kirdi. Uning ko'nglidagina emas, butun olamni yoritdi. Uning ko'zi siyraklab qolgan odamlar orasidan ko'rinib turgan qabrga, qabrni ko'mib, odam bo'yi ko'tarilgan gulchambarlarga tushdi. Shu choq Javlon uni qo'lidan tortib turg'izdi va qo'ltiqlaganicha mashinaga tomon olib ketdi. O'rtoqlari uni mashinagacha kuzatishdi. Mashina qo'zg'alganda boyagi qiz derazadan galstukni uzatib, yana bir marta "Mard bo'ling Anvarjon", dedi. Anvar boyagi xotin bilan qora kishi, bu nozik qiz kimlar ekanini bilolmay ketaverdi. So'rashning mavridi emasdi. Kunlar o'tdi. Anvar dadasining 40 o'tgandan keyin bir kuni bu yil kursda qolganini rasmiylashtirish uchun fakultetiga bordi. Qaytishda magazindan og'ir qog'oz xalta ko'tarib chiqqan o'sha qizni ko'rib qoldi. Qiz ko'chaning naryoqda turgan taksiga qarab jadalladi. Anvar yugurib borib, og'ir yukni uning qo'lidan oldi. Bular yaqinlashay deganda boshqa bir odam olg'irlik qilib, o'zini eshikka urdi-da, mashina jo'nab qoldi. Boshqa mashina kutish kerak bo'ldi. Qiz Anvardan hol-ahvol so'radi, o'qish nima bo'lganiga qiziqdi. So'ngra dadasidan gap ochdi. Bu ko'hna shahar ko'chalari bino bo'lgandan beri bunaqa marosimni ko'rmagandir, dedi va chuqur xo'rsindi. Ha, u kishini kim tanimas edi? Ulug' shifokor edilar. Hamma ulug' shifokorlar singari o'zlari shu kunlarigacha ming-ming hayot chirog'ini yoqdilar. Meni ham naqd o'lim changalidan yulib olgan edilar. Dunyoda shifokorlardan ham insonroq inson bormikan? Qiz lablari pirpirab, qoshlari besaranjon bo'ldi. "Qattiq betob bo'lganmidingiz?" dedi Anvar. "Yo'q", dedi qiz chinchalog'i bilan ko'zlarining chetini artib. "O'lim birdan chang solgan edi." Gapdan gap chiqib ma'lum bo'lishicha, o'sha kuni Anvarga suv bergan xotin bu qizning onasi Muborak xonim. Mard bo'l degan qora kishi uning otasi Hakimjon ekan. Anvar yaqinlashib kelayotgan taksiga qo'l ko'tardi. Mashinaning eshigini ochib yukni qo'ydi. Chetlanib qizga yo'l berdi. Qiz quyuq xayrlashib jo'nadi. Anvar uning ketidan qarab qoldi. Anvar boya qizning ketidan yugurganda yukni ko'tarish bahonasi bilan otini so'ramoqchi bo'lganida gap bilan bo'lib so'rash esidan chiqib qoldi. Bularning taksi olganini kimdir ko'rgan ekan, bu xabar shu kuni quloqma-quloq Marg'ubaga yetib bordi. Anvar Hakimjonning qizi Muhayyoni taksilarda olib yuribdi. Bu gapni Javlon ham tasdiqladi. Domboq qorini silkitib kuldi-da, u qiz qabristonda ham Anvarga ko'p mehribonchiliklar qildi. Uning ketidan ergashib mashinagacha keldi, dedi.
Marg'uba alamidan ingrab yubordi. Hozir o'qib berganim qiziq bir qissaning birinchi qismi. Bu qissa eshitish uchun juda yengil va tushunarli. Nasib qilsa hamma qismlarni joylasam tinglaganingizdan afsuslanmaysiz degan umiddaman. Hozir o'qiganimga kelsak, odam eng yaqin insoni yoki suyanchig'idan ayrilsa, dunyo ko'ziga qorong'u ko'rinib ketadi. Qanchalik og'ir bo'lmasin, hayot davom etadi. Bir kun barcha o'ladi, hayotni tark etadi. O'sha kun kelganda o'zi ham kimningdir eng yaqin kishisi yoki suyanchig'i bo'lib ulgurgan bo'ladi. Shu payt ortda qolayotgan odam uchun hayot zulmatga aylanishni istamasa kerak albatta. Hayotning past-balandi ham insonni tek qo'ymaydi. Buni Anvar atrofida bo'layotgan gaplar hammasiga yoqmagandan ham payqasa bo'ladi menimcha.